Assalomu alaykum, China Motors muxlislari. Vodiy Pitayda eng trendda bo'lgan mashinadan bittasi Jack Sandray mashinalari. Ya'ni eng zo'r pul topar mashinalardan bittasi, o'zini puliga stoid bo'lgan mashinalardan bittasi. Hozirgi kunda Jack Sandraylarimiz bilasizlar, oldin 21 kishilik bo'lgan, lekin hozirgi kunning standartlar bo'yicha 16 kishilik bo'lib kelyapti. Mana 16 kishilikni sizlarga hozir qisqacha obzor qilamiz. Eshiklarni ochasiz, sirazi o'zini nimalari chiqadi, oyoq qo'ygichlari. Ichkariga chiqadigan bo'lsangiz, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, orqada 4 ta, 12 ta, 14 ta, oldida bilan 15 ta. Ya'ni 15 ta odam pul to'laydi, shopir bilan 16 ta. Xo'p, hech qanaqa oldingiga qaraganda o'zgarish yo'q, faqat sidinlarda mana bitta sidina yo'q, bitta sidina yo'q. Orada mayda sidinalar yo'q. Endi buni siz ozroq qayta jihoz qilib olsangiz bo'ladi, ya'ni 3 yildan keyin albatta. Xo'p, mashinalarimizda qulayliklar o'sha monitorlari bor, konditsionerlar. Konditsioner odam bilan ishlaydi. Men o'zim Farg'ona, Andijondan Farg'onaga ko'p qatnayman. Shu mashinada ketsam juda maza qilaman. Orqasi ham otmaydi. Yozgi kunida muzda ketasiz. Odam bilan ham bemalol konditsioner yoqsa bo'ladi. Qishda issiqroq ketasiz. Qulayligi o'ta zo'r. Sal kengroq bo'ladi. Xo'p, buni mashinani minganlar albatta biladi. Mashinamiz 2 turboda. Bu hozir benzinli varianti. Bunga metan ham, propan ham tushiradi. Mana oldi shofirni ham nimasini ko'ramiz. Ancha keng, rullar elektronika, 6 talik korobkalari, monitorlari, hamma yo'qlari bor. Bundan tashqari bu mashinada vibrator ham bo'ladi. Orqani ham, oldini ham zapis qilib ketadi. Ancha qulaylik qilingan. Hamma eshiklar nimasida, onalarda mana fortichka bor. Yozgi kunda mabodo konditsioner yoqmasangiz, bemalol ochib ketsangiz bo'ladi. Albatta bu mashinani orqasida yuk qo'ygani, ya'ni pochta olgani ham kichigina joyi bo'ladi. Endi tagiga tiqib olsangiz bo'ladi. Buni shopirlar o'zi keltiradi. Undan tashqari men odam tashiyman, yuk tashiyman deganlar uchun Sprinterlar hozir yurganlari ham 2017-2018 ni kechagina surishtirdim. $36,000 bo'layapti ekan. Endi u salarkada bo'ladi. Men sizga mana shu Jack Sandrayni hozir yuk mashinasini ko'rsataman. Narxi ancha arzon chiqadi. Yuk mashinasi hamma yoq ashibga bo'lgan, pollargacha ashibga bo'lgan. Siz hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Endi mabodo panel qilaman desiz, panel qilib olishingiz mumkin, shilinib ketmasin desiz. Endi 100-200 tashiyman, meni yukim shilib bormaydi desiz, bemalol qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, mashinalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, aytmay ketibmiz. Bu mashinamizning narxi 396 million so'm. Bu vanni ham hozir bitta narxini ko'rib beraman. Narxi ancha arzon chiqadi. Mana ichlarini ham bitta ko'rib tursalaring. Bu 3 kishilik bo'ladi. 365 million so'm, 400 ming so'm. Bu yukka moslashgani uchun yonida 2 kishi ketadi, orqalari qo'sh balon bo'ladi. Mana unda bo'lsa hozir yakka balon kelyapti. Jack Sandrayda. Lekin razmerlari ham yo'lari bir xil. Faqat shu balonida o'zgarish bor. Bo'ldi, orqa tarafida. Motorlari buni ham 2 turbo bo'ladi. Metan, propan tushiradi. Bemalol tushadi. O'zimizning servislar bor, albatta telefon qilsangiz ham hamma ma'lumotlarni beramiz. Buni ham o'sha narxga personiga olsangiz bo'ladi, narigini ham. Albatta, liniyachilar, yuk tashiydiganlar, aloqaga chiqinglar. O'zlari uchun albatta skidkalar qilib beramiz. Albatta hech kim xafa bo'lib ketmagan. Qanaqa mashina kerak desangiz, mana mana shu xili bor. Qaysi birini obzorini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu YouTube kanaliga o'tsangiz, hammasini obzorini joylaganmiz. Albatta biz bilan qoling. Sizdan like bossangiz chiqmasin.